Распаковка. Birinchi nimadan boshlaymiz? O'zi просто shu magazinga kirdim. Просто aylanib chiqish uchun nima bor ekan deb. Oddiy magazin ekan, orasidan yaxshi narsa topsa bo'lar ekan. Shuni bosdim. Buni kiydim, lekin yana qaytarib obzor qilish uchun joyiga solib qo'ydim. Birinchisi bunaqa jiletchikachi. Profilga kirsanglar kiyganimdagi rasmlarim ham bor. Atigi 160 qanchadir menga oldim shekilli. Ikkinchisi yubka. Endi erim bilan birga olganlarimga o'tamiz. Shapchki. Menga emas, bu qizimga. Eng kerakli oq noski oq. Просто так, без ничего. Moya shko'raman. Sizlarmi? Hech narsasiz. Просто так, точный носки. Так, menga вообще kuzda kerak bo'ladigan narsa. Jinsi shim. To'q rangi kerak edi. Menga uzunroq, tagida ozgina kesamiz. 1.60 meni bo'yim, kстати, aytib keting. Nima berdi? Olib berdi. Endi ustiga ham bitta xuja olib bering dedimda, xuja ham oldi. Oqa yopadi. Ham chiroyli. Qo'llari manjetli. Unaqa keng narsalar kiyolmayman nimagadir. Qo'lida manjeti bor narsalarni boshqacha yaxshi ko'raman. O'qiganinglarda qo'linglar ochilib ketmaydi. Shuning uchun raspakovkamiz tugadi пока что. Keyin yana narsa olsam raspakovka qilaman. Profilimga kirasizlar.